Assalomu alaykum. Bugun Minna Nihongo darsligining 3-darsi. Renshu A 6-qism bilan tanishib chiqamiz. Nani nani no nani nani. これは何々の何々です。Bu mashina. これは車です。Toyota. Toyota firmasining mashinasi ekan. Endi bu Yaponiyaning mashinasi. これは日本の車です。これは日本の車です。E'tibor beramiz. Agar no bilan bog'lanayotgan ikkita otning birinchisi, ya'ni birinchi ot davlat nomini bildirib, ikkinchi ot predmet nomini bildiradigan bo'lsa, o'sha davlatda ishlab chiqarilgan degan ma'noni anglatadi. Ya'ni bu Yaponiyada ishlab chiqarilgan mashina degan ma'noni anglatadi. Va tarjimada bu Yaponiyaning mashinasi, ya'ni Yaponiyada ishlab chiqarilgan mashina degan ma'noni bildiradi. Davom etamiz. Boshqa misollarda ko'rib chiqamiz. Bu mashina. これは車です。Bunaqa mashina Mercedes-Benz. Mercedes-Benz qaysi davlatning mashinasi? Germaniya davlatining mashinasi. Demak, gap tuzamiz. Bu Germaniyaning mashinasi yoki bu Germaniyada ishlab chiqarilgan mashina. これはドイツの車です。これはドイツの車です。Bu mashina. これは車です。Endi savol beramiz. Bu qayerda ishlab chiqarilgan mashina yoki bu qaysi davlatning mashinasi desak, これはどこの車ですか? これはどこの車ですか? Demak, bu qayerning mashinasi? O'zbekistonning mashinasi. これはウズベキスタンの車です。これはウズベキスタンの車です。Mashqlarda ishlab ko'ramiz. Bu Yaponiyada ishlab chiqarilgan sumka. これは日本のカバンです。これは日本のカバンです。Bu Italiyada ishlab chiqarilgan vino. これはイタリアのワインです。これはイタリアのワインです。Bu Braziliyada ishlab chiqarilgan kofe. これはブラジルのコーヒーです。これはブラジルのコーヒーです。Shu grammatikaga oid darslikning Renshu B qismidagi mashqlarni bajaramiz. Misol keltirilgan re. Demak, misolimiz birinchi rasmdagi misol. Savol va javobdan iborat. Savol. これはどこのカバンですか? Bu qayerda ishlab chiqarilgan sumka yoki bu qayerning sumkasi? Savolga qaraymiz. Qayerniki ekan? Kankoku. Kankoku bu Koreya, ya'ni Koreyaning sumkasi. Koreyada ishlab chiqarilgan sumka desak, Kankokuno kabanです. 4ta mashq berilgan. Mashqlardagi so'zlarni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi mashqimiz bu vino va qayerda ishlab chiqarilgan? Fransiyada ishlab chiqarilgan. Ikkinchi mashqimiz bu fotoapparat, kamera qayerda ishlab chiqarilgan? Yaponiyada ishlab chiqarilgan. Uchinchisi, kompyuter qayerda ishlab chiqarilgan? Amerikada ishlab chiqarilgan. Va oxirgi so'zimiz bu mashina Doitsi Germaniyada ishlab chiqarilgan. Misol mashqlarni boshlaymiz. Birinchi mashq. Bu qayerda ishlab chiqarilgan vino? これはどこのワインですか? Fransiyada ishlab chiqarilgan vino. フランスのワインです。Birgalikda takrorlaymiz. これはどこのワインですか? フランスのワインです。Ikkinchi mashq. Bu
qayerda ishlab chiqarilgan fotoapparat? これはどこのカメラですか? Yaponiyada ishlab chiqarilgan fotoapparat. Nihon no kamera desu. Birga aytib qolamiz. これはどこのカメラですか? Nihon no kamera desu. Uchinchi mashq. Bu qayerda ishlab chiqarilgan kompyuter? これはどこのコンピューターですか? Amerikada ishlab chiqarilgan kompyuter. Amerika no kompyuter desu. Birga aytib qolamiz. これはどこのコンピューターですか? Amerika no kompyuter desu. Oxirgi mashqimiz. Bu qayerda ishlab chiqarilgan mashina? これはどこの車ですか? Germaniyada ishlab chiqarilgan mashina. ドイツの車です。birga aytib qolamiz. これはどこの車ですか? ドイツの車です。Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.